ham, bashmali o'tda qilsang ham, ko'tinchida erkakcha mana o'zi yutadi hozir mayli. Oxirgisi hurmatli obunachilar. Mujikcha ko'ring. Davay. Solid fa. 1-0. Solid fa. 2-0. Solid fa. 2-1-0. Solid fa. Onalarning hepsini. Solid fa. Solid fa. Yo'ladim. Solid fa. Solid fa. Keyin okey. Solid fa. Solid fa. Solid fa. Obunachilar, Iva Brachkaga shart bergandim. Taksida polni tekinga olib borib yurish sharti bilan mana hozir taksidan so'rayapti Hasangoh, mana Ivani o'zi shart berilgan senga, to'g'rimi? Bajarib, zadaniyani bajaryapti. Hurmatli obunachilar, so'rab kuzatishda davom etinglar. Davay. Yaxshimizlarga biz blogermiz. Korоче, menga shart berishgan. Hafizaxongacha bepul tanlab qo'yalasizmi? Yaxshilik qiling. 5-maktabga. Mana bratanim yordam beryapti. Men shartni bajardim. Shartni davom etamiz. Qo'ya shartni men bunga beraman. Kutinglar. Yomon bo'ladi shartda. Mana hurmatli obunachilar, bizga aytganlaridek men shartni bajarib, Hafizaxongacha bepul taksi olib keldim, to'g'rimi? Albatta, terlarim chiqib ketdi. Mana ishda shuncha pul boy, boshqa narsa bor, pullarni ishlatmadik. Hammasi oldimizga olib bepul keldi. Mana aka Hafizaxonda pul bo'lmaydigan ekan. Mana aka Hasanboyga endi men shart beraman. Qanday shartga rozisisan? Butun qarshiliklar jo'natib qo'yilib, qarshi his qilish kerak bu narsani. Hech kim qilmagan narsa qilmoqchimiz. Yangi prank, davay. Nimaga rozisan o'sha? Aka, menga shart qilchig'i bor. Ikkita variant beradi, ikkita variant. Birinchi variant chunki to'satdan keladigan qiz boladan 100 ming pul so'raysan. Nima deb so'rashing o'zingga havola. Bizga ovqatdan nima deb so'rasang o'zingga havola, birinchi shart bu.